Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana biz Andijonga katta yangilik qildik. Chintech Agro do'konini Andijondagi filialini ochdik. Siz aziz andijonliklarning ovora bo'lib Qo'qonga bormasligingiz uchun mana biz Xitoydan bir ukaxonamiz bilan hamkorlikda Xitoydan Premoy birinchi qo'l sifatida olib kelib mahsulotlarini taqdim etyapmiz. Hurmatli mirishkor akalarimiz, bu chap tomonimizda 304 Kubota firmasiga brendiga tegishli 3 porsionli traktorimiz, o'ng tomonimizda 504 rusumli 4 porsionli traktorimiz, yem, makka, bug'doy, hashak maydalaydigan drabilkalarimiz 308 tonnadan 7 tonnagacha narxlari 550 dan 900 dollargacha kelishtirib beramiz. Kompressor ishqiboz akalarimizga kompressorlarimiz bor. Bu yerda mana 9,5 ming, 8,5 ming, 7,5 ming, 6,5 ming motor kilovatlik dvijoklarimiz narxlari 420 dollardan 510 dollargacha qilib beramiz. Navbatdagi agrotexnikalarimizga keladigan bo'lsak, 3 ot kuchilik, filtrlik, bularning narxini 140 dollardan 170 dollargacha qilib beramiz. Bu yerda mana 7 ot kuchli, salarishli, benzinli, farali, remenli va filtrlilarimiz bor. Narxlarini 260 dollardan 370 dollargacha qilib beramiz. 9 ot kuchidan 15 ot kuchigacha bo'lgan benzinli va salarkali motobloklarimizni 450 dollardan 600 dollargacha xarid qilishinglar mumkin. 5 qatordan 10 qator frezasi bo'ladi. Mana e'tiboringlarda motopilalarga qaratishingiz mumkin. Bularning narxlari 40 dollardan 47 dollargacha qilib beramiz. Bu yerda e'tiboringlarda mini karcherga kiratishinglarni so'raymiz. Bular 50 dollardan 60 dollargacha. Bu yerda 170 ot kuchli motopillalarimizga motorlarimiz, salarkali motorlarimiz va 188 benzinli motorlarni ko'rishingiz mumkin. Mana endi navbatdagi mahsulotimiz sohibi ehsonlar uchun ham juda zo'r mahsulot. Masjidlargami, opalargami, akalargami yoki qarindosh urug'largami uyini tozaligini saqlashga yordam beradigan qurilmalarimiz 65 dollardan 160 dollargacha qilib beramiz. Kimda kim ushbu agrotexnikalarimizga qiziqsa, quyidagi telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Manzillarimizga keladigan bo'lsak, 80 metrli yo'ldan Qum bozoriga qarab chiqqanda, chap tomonga 1 kilometr harakatlanganda Xon zapravkasining oldida yoki bo'lmasa bu Qora metal ko'chasidan chiqib, o'ng tomonga harakatlanganingizda Xon zapravkaga yetmasdan barchalarni Chintech Agro do'konini Andijondagi filialida kutib qolamiz.